alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Vaqt bo'linglar. Assalomu alaykum Shoirajon. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Vaqt bo'linglar. Kayfiyatingiz yaxshimi? A'lo darajada. A'lo bo'lsin Doimgidek. hamisha va teletomoshabinlarimizga ham xuddi shu kayfiyatni tilab qolamiz. Endi har bir mutaxassis studiyamizga kirib kelar ekan, biz ulardan tegishli tavsiyalarni, o'ziga xos ma'lumotlarni qabul qilishni istaymiz va bugungi mavzuyimizni e'lon qilishimiz sizga bizga nimalar deyishingizni qaysidir ma'noda ta'minlab beradi. Marhamat, mavzuyimizni qayta e'lon qilamiz. Shafqatsiz ota-onalar, mehrsiz qalblar. O'zbek xalqini azaldan juda ham yaxshi bilishadi. Aynan shu nom bilan atashadi. O'zbek xalqi bolajon xalq deyishadi. Keyingi paytlarda esa bu ta'riflar endi ayrimlarga tegishli bo'lmayapti. Siz ham bu mavzulardan yiroq emassiz. Muhim fikrlaringizni, bugungi o'ziga xos o'rganishlaringiz natijasini biz ham eshitishga tayyormiz. Xo'p. Aynan erta tongdan bu haqida gapirish salgina noqulayroq, lekin baribir biz onamiz eng birinchi masalada va jamiyatdagi faol insonmiz. Ya'ni bizni fikrlarimiz kimgadir ijobiy ta'sir qilsa, kimnidir hayotini yaxshi tomonga o'zgartirsa, biz shundan xursand bo'lamiz. Umuman olganda biz juda katta stresslardan o'tib mana shunday holatga keldikda, lekin bitta jarayon bor, aytib o'tishim kerak. Har doim inson hayotini yaxshi tarafini ko'rib harakat qilish kerak deyman. Chunki biz ruhiyatimiz noziklashib ketgan, ko'p holatlarda hamma narsani ich-ichimizga olamiz. Ichkariga yutilgan hissiyotlar baribir istaysizmi yo'qmi, agressiyani, tajovuzkorlikni keltirib chiqaradi. Shunday holatlarda aytamizki, albatta mutaxassis ko'rigi, ozgina bir tinchlantiruvchi choylar ichib yurishni o'rganishimiz kerak. Chunki bu davr talablari ham boshqacha va odamlar hech narsaga ulgura olmayotgandek tuyulyapti. Ko'chaga chiqib qaraydigan bo'lsak ham hammani qovog'i solingan qandaydir bir asabiy holatda yoki o'ychan holatda yuradi. Nimaga? Misol uchun tinch yurtdamiz, sog'lommiz, ertalab uyg'onyapmiz, harakat qilyapmiz, hech qayerdan bir bosimlar bo'layotgani yo'q. Inson o'zini hayotini, ssenariysini o'zi kerak bo'lsa tuzib olsin. Bu muhim juda ham. Chunki masalan siz meni kayfiyatimni ko'tarmaysiz, men kayfiyatimni o'zim ko'taraman. Demak, har birimiz o'sha oilamizdagi ijobiy kayfiyatni o'zimiz yarata olishimiz kerak. Endi asab sistemasi bilan bog'liqdek ko'p psixologlarning ishi asab sistemasi bilan bog'liq bo'lganligi uchun aytamanki, bir yilda bir marta bo'lsa ham hech bo'lmasa endokrinologga, psixologga yoki psixoterapevtga borib ko'ring, borib qo'ying. Ya'ni ko'rinib qo'ying. Nimaga? Mayli muammo bo'lmasa. Muammo bo'lmasa ham nimaga? Organizmdagi ma'lum bir yetishmovchiliklar bor-da. Misol uchun ozgina yetishmovchilik ham organizmni stressga solib qo'yadi. Gormonlarning ta'siri. Kichkinagina bir muammolar ham odamni oldida turgan bir muammoni katta qilib ko'rsatib beradi-da. Lekin qaraydigan bo'lsangiz, aslida muammo yo'q ham bo'ladi. Ya'ni ba'zan savol berishadi, qachon qutular ekanman bu muammolardan? Men qachon yaxshi yashayman deydi-da. Men aytamanki, biz har kuni yaxshi yashaymiz. O'zi qaysidir paytni kutish ham xato. Mana shu narsani ham noto'g'ri. Men aytamanki, bu muammolar tugamaydi. Muammo bor bu. Butun umr kurashib o'tamiz. Bir umr buni yechimi ustida ishlaymiz. Sen muammo deb qarama, vazifa deb qara. Bugun sana oldingda shunaqa vazifa keldi. Shunaqa sinov bo'ldi, shunaqa bir yechimini kutayotgan bir jumboq turibdi. Sen o'shanga hamma tomondan qarab ko'rganda yechim top bo'ldi. Qachon tugashini kutib o'tiradigan bo'lsak, umr tugab qoladi. Inson o'zini hayotini yasholmay qoladi. Yana bir ma'lum bir yoshga borgandan keyin orqaga qarab turib yana aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Men o'zim istaganday yasholmadim. Inson o'zi harakat qiladi bu narsaga. Bizga hech kim bu jarayonni yaratib bermaydi. Biz o'zimiz intilishimiz kerak. Yuqorida ajoyib choylar haqida gap ochdilar Shoira opam. Erta tongdan bu tomoshabinlarimizga ham yaxshi kayfiyat ulashishga qaysidir ma'noda yordam bo'lishi mumkin. Albatta. Ishlantiruvchi, yaxshi kayfiyat ulashuvchi choylar dedingiz. Shoira opamning yana bir yangi sohaga o'tganlari bejiz emas-da. Albatta. Xo'p, choylarni men har doim yaxshi ko'rib ichaman. Aynan boya to'g'ri aytdilar, o'sha psixologiyani yoniga yana bitta yo'nalish qo'shildi. Men o'qidim ana shu soha bo'yicha 1,5 yil, chunki baribir har bitta narsani ilm bilan o'rganishni yaxshi ko'raman. Endi soham shunaqa va giyohlardan biz ona tabiatdan uzoqlashib ketganligimizni his qildim. Biz tabiatdan yiroqlashib ketgan ekanmiz. Oyog'imiz yerdan uzilganligi uchun kasal bo'lar ekanmiz. Ya'ni masalan o'sha oyoq yalang yurishlar,
Siz yurasizmi, siz yurasizmi? Ha, nimaga yoshligimizda kasal bo'lmaganmiz degan savolni beringlar. Kasal bo'lib o'zimiz tuzalib ketaverardik, chunki yugurardik. Hozir unaqa emas. Hozir faqat shu telefonda ertadan kechgacha bolalar o'tirsa, men aytamanki, oyoq yalang yursin deyman. Kechqurun deyman, damlama choylar damlab beringlar deyman. Mana buni beringlar deyman. Ayting o'shalarni. Qaysi giyohlarni Men o'zi ko'proq eng yaxshi ko'radigan romashka. Romashkani yaxshi ko'raman, melisani yaxshi ko'raman. Shu ikkita choyni juda ham yaxshi ko'raman. Shalkay damlamalarim ko'p menda. Payt tanlaydimi u yo'qmi? Yo'q. Payt tanlamayman. Kelganda ichsa bo'ladi. Kechqurun aynan romashka tinchlantiradi, maza qilib uxlaysiz. Ana. Ertalab yaxshi Romashka ichib uxlaganlar va uyg'onganlar, tongingiz xayrli bo'lsin. Bizni tomosha. Chunki endi aytishimiz kerak, baribir sog'lig'imizga qarashimiz kerak-da o'zimiz. Kimdir bizga qilib berishini kutib o'tira olmaymiz hozir. Va mana shu tabiatdan uzoqlashdim deganimiz rostdan ham biz sayr qilishlarni unutib qo'ydik. Oyoq yalang yurishlarni, tosh yo'laklarda yurishlarni unutib qo'ydik. Nimaga? Ular nima beradi? Ular motorikalarimizni yaxshi ishlashini ta'minlab beradi. Tosh o'ynamay qo'ydik, qum o'ynamay qo'ydik, tuproq o'ynamay qo'ydik. Juda katta ahamiyatga ega insonni ruhiy salomatligida. Ana bolalarimizni o'sha haqiqiy bolaligi bo'lmayotgandan biz ham qayg'uramiz. Endi mana biz bolaligimizda o'sha ertaklar eshitib katta bo'lganmiz. Onalarimizdan alla eshitib katta bo'lganmiz. Lekin bugun hamma bolalar ham bundan bahramand bo'lyapti deya olmaymiz-da. Buni ham ta'siri bormi o'sha aynan shu farzandlarni kelajakda agressiv bo'lishi, tajovuzkor o'sha kayfiyatda bo'lishiga qanchalik aloqador? Aloqador bo'ladi, chunki onalar o'sha bolasi xavfsiz muhitda yashaydigan yoshi borda, shu 3 yoshgacha bola onani bag'rida bo'lishi shart. Ona uni o'sha bolani xavfsiz muhiti onani quchog'i deyman-da. Sen agar bolangni o'sha paytda yaxshilab mehr berib, o'sha bag'ringga bosgan bo'lsang, sen unga nisbatan hech qachon zulm qilmaysan. Bizda qanaqangi bir achchiqroq bo'lsa ham aytaman, bolani xizmati kamroq qilinadi. Qaynonani xizmatidan ko'ra, erni xizmatidan ko'ra. Og'riqli temalarimiz, lekin bolaga vaqt ko'proq ajratsa, bola o'ziga ishonchli, qanaqadir bir jamiyatga moslashadigan, irodali bolalar bu kichkinalikdan shakllanadi-da. Mana shu joyda ko'p qaynonalarga aytamizki, bolangga, kelinga, bolasi bilan gaplashishga, uni bag'riga bosishga, shundoq qornini to'ydirdi-yu, beshikka belab yoki qaynonasining xizmatiga yurib ketib emas, bolasi bilan o'sha o'yinlar o'ynashga, gaplashishga, mehr berishga vaqt beringlar deyman. Vaqti yo'q, aytadiki, vaqtimiz bo'lmagan deydi. Yo'q, vaqt topish kerak. Asosan 3 yoshgacha. 3 yoshgacha, chunki shunaqa voqealarni ko'rib kuzatamiz, ba'zan savollar berishadi-da, mana deydi, bolamni yaxshi ko'rmayman deydi. Qachon yaxshi ko'radi? Yaxshi ko'rish uchun vaqti bo'ldimi? Bag'riga bosib, qarab, voy bu qanday bir shunaqa ota-onalar bor, shoir opa. Kechirasiz, nima uchun onalar agressiv deb savol beryapsizlar? Agar onani o'sha bolasi bilan gaplashishga, mehr berishga, uyg'onishga, ochilishga vaqti bo'lganida agressiv bo'lmaydi ona. Bolasiga rahmi keladi, bolasiga qo'l tekkizmaydi, urmaydi bolasini. Sajjar aka vaqt ajrata olyapman deb o'ylaysizmi ota sifatida bolalarga? Imkon darajada men bo'shadimmi yokida qancha vaqtim bo'lsa imkon darajada farzandlarimga mehr berishga harakat qilaman. Birga o'ynaymiz, birga o'ynab, kulib, nima ko'ngilda bo'lsa, men o'zim yaxshi ko'raman. To'yga ketguncha va to'ydan keyin. Yo'q, bo'shayman, aytaman-ku, shu hamma ishimni tashlab olsam, baribir oxirida shu farzandlarim bir xil payt ana ishga chiqib ketayotgan vaqtimda, misol studiyaga chiqib ketayotgan vaqtimda ham juda ko'p qolib ketib qolaman-da. O'zim bilmagan holda. Endi farzandlarim ham ko'p, mana 5 ta farzand otasiman. 5 ta farzand otasi. Ularning har bittasini xarakteri, ularni bu baxt, bu go'zal Alloh bergan ne'mat-ku, bu baxt. Va qaysidir ma'noda shoir opa o'sha ayollarni bunaqa bir ruhiyatida kemtiklik bo'lishiga o'sha butun oiladagi barcha insonlarni aybdorligi ham bor. Turmush o'rtog'ini, ya'ni unga o'tkazadigan o'sha bosimlari deymizmi yoki unga ortiqcha bir vaqt ajrata olmasligi, mehr bera olmasligi deymizmi? Bu o'sha ayollarda bu kabi kayfiyatni uyg'otishi mumkinmi? Ayolga nima kerak? Turmush o'rtog'idan pul kerakmi? Ayolga pul ham boshqa ham 10-darajada. Ayolga e'tibor kerak. Ayolga mehr kerak, muhabbat kerak, ayolga rag'bat kerak, qo'llab-quvvatlash kerak.
ayol o'zini tez tiklab oladi. Nimani e'tibor berayotgan bo'lsangiz, aynan o'sha homiladorlik davridan keyingi asoratlar degan bir fikrga keldimda. Chunki ketma-ket farzandlarni dunyoga keltirish baribir istaysizmi yo'qmi ruhiyatni kuchi yetmaydi. Albatta. Ayniqsa hozirgi ruhiyatni. Chunki Ko'pchilik ayollar stressga tushib qolishadi. xuddi shunaqa homiladorlik davridan keyingi depressiyaga tushib qolishadi yoki psixoz holatlariga tushib qoladi. Buni jarayonida biz atrofidagi odamlarni ham ko'p ham aybdor qila olmaymiz. Ular tushunmaydi, nima bo'lyapti buni ruhiyatida. Nimaga bu bunaqa holatga kelib qoldi? O'zingni qo'lga olgin, o'zingni qo'lga ol deyshadida. Yo'q, unaqa paytda bunday qo'pol bosim bo'lmaydi. Endi aynan mana shu paytda turmush o'rtog'i tomonidan "Sen menga keraksan" degan gap kerak ayol kishi uchun. Seni yaxshi ko'raman, mayli, men bolangga qarab turaman. Ozgina uxlab olgin, ozgina o'zingga kelib olgin degan bir gaplar kerak ayolga. Aynan mana shu jarayonda nima deydi, o'sha erkaklarni, ayrim erkaklarni, ba'zi erkaklarimiz haqiqatan ham ayolini boshida ko'taradi, lekin ayrimlari nima bitta san tuqqanmisa, mana onam ham tuqqan deb o'tiradi-da. Ayol kishi o'zi misol uchun ruhiyati nima deydi, zaifroq bo'lib turgan paytda, nozikroq bo'lib turgan paytda uni atrofidagi odamlar qo'llab-quvvatlamasa, u shunday bir xatti-harakatlar qiladiki, aql bovar qilmaydi u harakatni. O'zi anglamaydi buni, to'g'rimi? Yo'q. Ko'p Guvoh holatlarda. bo'lyapmiz ham. Yo'q, anglamaydi. Ko'p ko'rdim ayollarni shu, men o'zimda ham, ayolimda ham xuddi shunaqa. Ana orqamga ketgan farzandlarimiz bo'lganiga men o'zim ham tushunmay qoldim-da. Ana o'zgarib qoldi-da. Umuman sal narsaga asab qiladigan bo'lib qoldi. Ana farzand ana yoki yig'loqli. anaqasi o'zidan o'zi anaqa bo'ladi. Keyin men shu siz aytganingizdek o'sha internet orqali ko'rdim o'sha homiladagi paytda orqamga ketgan farzand ko'rgandan keyin gormon o'zgaruvi yoki o'sha Minerallar yetishmovchiligi haqiqatdan. O'shalarni ko'rib keyin o'zidan nimaga yig'layapsan sen? Bilmayman. O'zidan. Babsiz sabab. Boshdan o'tganlar tasdiqlab turishdi bu kabi. Nima desam, keyin tushunib imkon darajasida aytganingiz o'sha yaxshi gapirib, kuldirib, bir narsalar qilib, yur ketdik bir aylanib kelamiz deb bolani uxlatib qo'yib tashqi bir og'iz o'sha aytganingizdek chiroyli gap o'zi umuman o'zgartirib yuborar ekan. Sezdim, shunaqa sezdimki, ana o'zgarib yana ertasi umuman boshqa ayolga bo'lib uyg'ondi-da. O'zim ham demak ayol kishiga baribir Mehr kerak. chiroyli so'zlar